Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan aviakassaviy sotmoqdim Jahongir Jamol. Xudo xohlasa Sankt-Peterburg Termiz yo'nalishi bo'yicha 10:45 da uchayotgan reysimizga registratsiyamiz boshlangan. Xudo xohlasa xizmatlarimiz bu yoqda esa Sankt-Peterburg Buxoro yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston havo yo'llari 10:10 da uchayotgan reysimiz. Xudo xohlasa boshlangan. Xodimlar qo'ldan kelgancha yordamlar qilib qo'ldan kelgancha xizmatlarimiz faqat telefon raqamlarimizga bog'langan holda tilak qilasizlar. Telefon raqamlarimizga bog'langan holda kelasizlar. Xudo xohlasa xizmatlarimiz hurmatli o'rtoqlar faqat telefon raqamlariga bog'langan holda bilet xarid qilaverasizlar. Har xil vaziyatlar bo'lib qolyapti, tekshirish holatlar bo'lib qolyapti. Qo'ldan kelgancha yordamlar qilyapmiz. Biz ham oson emas, mana bu yerda 24 soat yurish yoki minsalar bizga 24 soat yurishga ham ruxsat bermaydi ayrim paytlar. Shuning uchun qarab turamiz. Telefon raqamlariga bog'langan holda aloqaga chiqaverasizlar o'rtoqlar. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan aviakassaviy sotmoqdim Jahongir Jamol. Xudo xohlasa Sankt-Peterburg Termiz yo'nalishi bo'yicha 10:45 da uchayotgan reysimizga registratsiyamiz